kasal bo'lmasligi uchun sog'lom turmush tarzi nuqtai nazaridan ko'proq nimalarga e'tibor qaratish kerak? Assalomu alaykum. Men Boysun Sohibnazar Nuraliyevich, nevropatolog, xalq tabiat mutaxassisiman. Ikkita soha bo'yicha bemorlar davolab kelmoqdamiz. Hozir bular aytdi ustozimiz, nima dedi? Hozirgi kunda 60-70% atrofida odamlar o'ziga bog'liq. 20%, 15% genetik. Qolgani tibbiyotga bog'liq bo'lyapti. Eng ko'p tarqalgan kasalliklar odamlarning o'ziga bog'liq bo'lyapti-da. Nima sababdan? Hozirgi kunda mana 100 ta deb kasal oladigan bo'lsak, 70-80% metabolik o'zgarishlar hisobiga kelib chiqyapti. Metabolik hisobiga kelib chiqqan nima bo'lyapti? Davlina bo'lyapti, o'sha sahr bo'lyapti, ortiqcha vес olib ketyapti yoki bo'lmasa o'sha insult, infarkt keyin sekin-sekin bosqichlar, og'ir bosqichlar o'sha nogironlikkacha olib kelyapti. Bu insonlarning o'ziga bog'liq holatda bo'lyapti. Mana Surxondaryoda 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, bir qancha joylarda ishlaganmiz, Toshkentda yoki Qozog'istonda. O'rta Osiyo mintaqasida aslini olganda o'sha bizda ovqatlanish bilan bog'liq juda katta muammo bor. Harakat bilan bog'liq. Oxirgi yillarda hamma komfortizmga o'tib ketdi. Harakat yo'q, mashina yurmaydi, nima qilmaydi. Bu ham organizmga ortiqcha kasallik. E'tibor qilsangiz, eng ko'p birinchi o'ringa chiqib ketdimi? Qon tomir kasalligi, davlina ko'payib ketdi. Uning ortida mana sahr ko'payib ketdi. Oddiy Jarqo'rg'on o'zida bitta statistikani oldim. 5000 taga yaqin, 5000-6000 taga yaqin sahr oldi holati bor ekan. Bular dieta qilmasa, o'ziga qaramasa, sog'lom turmush tarzi amal qilmasa, ular sahrga o'tadi. Sahrdan keyin nima bo'ladi? Sahr qon tomir bilan nervni shikastlaydi. Undan keyin o'sha insult bo'ladi, infarkt bo'ladi, oyog'ida o'zgarishlar bo'ladi, sekinlik bilan oxir nogironlik olib kelyapti. Birinchi o'rinda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Insonlarga shuni tavsiya qilardim. Harakat. Nima uchun 10 000 qadam deyilgan? 10 000 qadam kuniga yur degan. Chunki biz qabul qiladigan ovqatimiz, energiyamiz 10 000 qadam qilsak, sarflaveramiz. Ortiqcha jir yig'maymiz, organizmga nagruska bo'lmaydi. Ikkinchi narsa, to'g'ri ovqatlan degan. To'g'ri ovqatlanish desa, parhez qilamanmi deydi. Yana bitta tushuncha bor. Bu to'g'ri ovqatlanish bilan parhez ikkita narsa ikkitasi. To'g'ri ovqatlanishga amal qilsa odamlar kasal bo'lmaydi. O'zi 50-60% kasallik mana shu 3 ta narsada yo'qib ketadi. Birinchisi harakat, ikkinchisi to'g'ri ovqatlanish, uchinchisi stressdan kamaytirish. Mana shu 3 ta narsani kamaytirsa, insonlar 50-60% sog'lom bo'lib yuradi. Kasallikdan qiynamay. Hozir vrachlar qiynayotgan narsa nima mana shu? Odamlar yeyapti, ichyapti, palaparcha ovqatlanyapti, yotadi, kasal bo'lsa vrachning oldiga keladi. Men tuzat deydi. U qanday qilib vrach u organizmni bugundan keyin tuzatadi? Siz nimalar